bizning davrimiz. Atimi emas, boshqa kunimi emas. Dal hozirning o'zi. Nurg'un odam dunyoni, hukumatni va boshqalarni o'ziga qarzdor o'ylaydi. Amaliyotda hech kim bizga qarzdor emas. Hayot bizga berilgan sovg'a. Agar biz bu sovg'adan unumli foydalanmasak, o'zimizni emas, butkul insoniyatni ko'zga ilmagan bo'lamiz. Men quloq seling. Jo'shqin tarbiyalar sizga ilhom bo'lsin. Seni hayajonga soladigan narsa qaysi? Sen qandoq turmushni yoqtirsan? Universitetda yetakchi bo'lgan chog'larimda o'quvchilarim doim menga biz oliy maktabni bitiray dedi. Ammo nima qilishimizni bilmaymiz deydi. Shunga men hamisha ulardan mundaq bir qancha savolni so'raydim. Navoda pulga faqatli ehtiyojinglar bo'lmasa, sizlarning nima qilg'inglar bor? Sizlar ko'ngillarda qandoq hayot kechirishni o'ylaysizlar? Hozirgi ma'rif tuzilmamiz bo'yicha tarbiyalangan nurg'ulg'an o'quvchining javobi odamni bakla hayron qoldirdi. Nurg'ullari rassom bo'lgunba, shoir bo'lgunba, yozuvchi bo'lgunba deyishdi. Ammo hammasi bu kasblar bilan pul tepib jinini boqolmaydiganligini biladi ekan. Yana bir o'quvchim sahroda yashab 60 kun bor degan edi. Ondan men uningdan chavandozlar maktabiga muallim bo'lishni xohlamamsiz deb so'ragan. Bo'ladi, amsi davomli boyiq savolni mulohaza qilaylik. Sening nima qo'g'ing bor? O'quvchilarim menga ma'lum ishni qilg'isi borligini, hamda buning o'z ko'nglidagi haqiqiy orzusi ekanligini aytgan chaqda, men ularga shuni qil, pul bilan qaring bo'lmasin dedim. Chunki pul tepish hammadan muhim desang, unda sen butun umringni vaqt isrofchiligi bilan o'tkazib yetasan. O'zing yoqtirmaydigan ishni qilasan. Faqat turmushingni qamdash uchunla o'zing yoqtirmaydigan ishni qilishni davomlashtirsan. Bu nayt ahmoqlik. Qisqa bo'lsa-mu, o'zing yaxshi ko'rgan ishlarni qilish bilan o'tgan hayot uzun, ammo o'zing xohlamaydigan turmushni kechirgan hayotdan ming afzal. Ish qilib, o'zing yaxshi ko'radigan ishni qilsang, mayli nima qilishingdan qat'iy nazar, hamon bir kuni shu ishning ahliga aylanasan. Bir kasbning ahliga aylanishning birdan-bir yo'li shu kasbni jon dil bilan so'yish. Uni qizg'in so'ygan cheg'ingda mayli u nemish bo'lsin, cho'qim yaxshi natijaga erishsa. Nemishqikin ba'zilar hamma narsaga qiziqib boqadi. Lekin sen yanıla haqiqiy qiziqishingni tepib chiqa olaysan. Ammo navoda sen vaqtingni o'zing yoqtirmaydigan ishlar uchun sarf qilsang, bu to'liq ahmoqonalik. Sen o'zing yoqtirmaydigan ishni qilsan, ham uni davomlashtirsan. Ondan bolalaringmi shunday qilishni o'rgatsan. O'zimizning nima qilayotganligimizga qarab boqaylik. Biz bola tarbiyalayapmiz. Ularga o'zimiz bilan o'xshash qilib turmush kechirishni o'rgatyapmiz. Balkim biz cho'nglar oqqarni farq etish iqtidorimizdan nihoyat mamnun bo'lsak kerak. Bola tarbiyaladik deb bolalarimizni o'zimizga o'xshash cho'ng qildik. Ularga o'zimiz bilan o'xshash yashashni o'rgatdik. Shuning bilan bu xil yomon holat qayta-qayta takrorlanaverdi. Biz mangu bir qilibdan chiqamadik. Shunga bu savolni so'rashim to'liq zarur bo'lib qoldi. Sana zodi nima kerak? Men dunyoda orzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanmang, bal qo'yib etmang. Har qanday ishga cho'qim bir amal bor.